Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Bugun dasturimizda Sadir Japarovning ahvoli og'irligiga qamoqdagi qiynoqlar sabab. O'lkani rivojlantirishning 25 yillik yo'l xaritasi tuziladi. Bu bo'yicha Milliy kengash yig'ini o'tkazilib, rejalashtirildi. Endi Japaloqqa avtobus qatnamaydi. Siz aslamamaz, men grafiğinizni ko'rdim. Jalolobod oblasida 2 maktab yer ko'chki xavfi sababli yopildi. O'lkani rivojlantirishning 25 yillik yo'l xaritasi tuzildi. Buni Prezident Almazbek Atambayev o'lkani barqaror rivojlantirish bo'yicha Milliy kengashning 5-yig'inida aytdi. Nimaga biz 2040-yilni tanladik? Sababi 2040-yili qirg'iz xalqi vaqtida Sibirdan Osiyogacha bo'lgan hududni egallagan. Buyuk Qirg'iz xonligining 1200-yilligi nishonlanadi. 2041-yili mustaqil Qirg'izistonning 50-yilligi bayram qilinadi, dedi davlat rahbari. Atambayev siyosiy o'yinlar va siyosatchilar davlat tanlab olgan yo'ldan adashtira olmasligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tsak, Qirg'izistonning barqaror rivojlantirish bo'yicha Milliy kengash 2013-yili prezident tashabbusi bilan tashkil qilingan. Bundan tashqari davlat rahbari prezidentlik uchun kurashayotganlarga Qirg'iziston mustaqilligini himoya qilishga chaqirdi. Milliy kengashning 5-yig'inida u Atambayev o'rinbosar tayyorlamoqda degan taxminni inkor qilib, menga meni himoya qiladigan o'rinbosarni keragi yo'q deb bildirdi. Bugun shu yerda prezident bo'laman degan bir nechta yigitlarimiz o'tiribdi. Prezident bo'lib qolsangiz Atambayevni emas, qirg'iz yerini, qirg'iz xalqini himoya qiling. Talonchilardan, marodyorlardan, buzg'unchilardan himoya qiling, dedi Atambayev. Qirg'izistonda prezident saylovi bu yil kuzida bo'ladi. Hozirda nomzod qatori Temir Sariyev, Baqit To'rabayev, O'murbek Babanov va O'murbek Tikabayevning nomlari aytilmoqda. Sobiq deputat Sadir Japarov o'z joniga qasd qilishi mumkin emas. Bu haqda uning yaqinlari va qarindoshlari aytishdi. Ular vaziyatni nazorat qilish bo'yicha Jo'g'org'i kengashga xat tayyorlab, deputatlardan iborat komissiya tuzish kerakligini talab qilishmoqda. Agar qo'yilgan talab bajarilmasa, tinchlik mitingi davom etishini qo'shimcha qilishdi. Tashabbusni jamoat arboblari qo'llab, huquqni himoya qiluvchilarni sobiq deputatning ishini tekshirishga chaqirdi. Jazo o'tash davlat xizmati Japarov shifokorlar nazoratida bo'lib, ahvoli yaxshilanganini ma'lum qildi. Eks-deputat Sadir Japarovning ahvoli yaxshi, hozirda shifokorlar nazoratida bo'lib, xavf yo'q. Bu borada jazolarni bajarish davlat xizmati bildirib, jabrlanuvchi tegishli kishilar bilan so'zlashayotganligini qo'shimcha qildi. Lekin mazkur ma'lumotni Japarovning ayoli Aygul Japarova ishonmaydi. U ayoli Japarovni ko'rishga ruxsat bermayotganligini bildirdi. Japarov 2-aprel kuni bo'yni va qo'li kesilgan holatda 47-sonli qamoqning sanitar bo'limiga Bishkekdagi 1-sonli tergov qamog'idan yetkazilgan. Sadir 5 mal namoz o'qiydi. Iymondan savati bor deb aytsam bo'ladi. Anda ishga bormaydi deb men ishga olmay turaman. Hozirda Japarovning tarafdorlari Jo'g'org'i kengashga xat tayyorlab, deputat komissiyasini tuzishni talab qilishdi. Komissiya Japarovning aybi isbotlanmay turib, 1-sonli qamoqqa o'tkazilganligini tekshirib, kameraga tushirilgan materiallarni ko'rish kerak. Shunda qamoqdagi ro'yxatga olingan vaziyat aniqlanib, uning tarafdorlari gumonlari xalos bo'ladi. Video kamerasi var. Kamera o'tirgandan keyin o'sha kamerani videosini biz talab qilyapmiz. Jazolarni bajarish davlat xizmatining ma'lumotiga ko'ra, Japarovning ahvoli qoniqarli, shifokorlar nazoratida bo'lib, qon bosimini ko'tarish ishlari olib borilmoqda. Eks-deputat o'z joniga qasd qilganligini tan olganligini mazkur xizmatning matbuot kotibi bildirdi. Фельдшеры, которые работают в ССО-1, оказали ему первую помощь, потом. Sabir Japarovning abali turuqtu. Tamoq ichib ruxsati bor tiyishli odamlar men сөйлөшүп жатат. Учурда номер 47-абакка которулуп, атайын катаруучулардын көзөмөлүндө. Бүгүн экс-депутат өзүнө өзү кол салганын моюндады. Ал эми Japarovдун жубайына жолугуу үчүн уруксат берилбей жатканына ага анын уруксат кагазы жок болушу мүмкүн. Huquq himoyachilari esa Japarovni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov qamog'iga o'tkazib, miting vaqtida qo'lga olingan 12 fuqaroni uy qamog'iga chiqarish kerak deyishadi. Bu qonun doirasida bo'lib, ularga qo'yilgan ayb og'ir emas. Japarovni Dukenburning avag'idan o'tirish kerak. O'shol yerdan tergovsini yurgizish kerak. Sadir Japarovning tarafdorlari ertaga 4-aprel kuni ham matbuot anjumanini o'tkazishadi. Unga 25-mart kuni miting vaqtida qo'lga olinganlarning ota-onalari ishtirok etishadi. Agar hukumatga qo'yilgan talab bajarilmasa, Japarov tarafdorlari yana birlashib, tinchlik mitingi davom etadi.
Majnun Ulug'bekqizi, Gulzara Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq. O'shning Japaloq qishlog'idagi yashovchilar yagona avtobus qatnovining to'xtashidan norozi. Bu vaqtgacha qishloq yashovchilariga yangi kelgan 12-avtobus xizmat ko'rsatgan. Biroq 1-apreldan DU uchastkasigacha qatnov qisqartirilib, avtobuslar Qulatov mikrorayonidan qaytgan. Japaloq qishlog'ining yashovchilari 112 kichik marshrutkalar xizmat qila boshlagan. Biroq qishloq yashovchilari bundan norozi bo'lib, bugun shahar meriyasiga kelishdi. Bu vaqtgacha shahar ro'yxatida bo'lgan Japaloq qishlog'ining yashovchilariga 12-avtobus xizmat ko'rsatib kelgan. Qatnov 1-apreldan kutilmaganda to'xtatilib, mahalliy yashovchilar og'ir ahvolda solib qo'ydi. Uning o'rniga 112 kichik marshrutlar yurmoqda. Lekin qishloq yashovchilari mazkur qatnovga norozi, sababi marshrut liniyasi yashovchilarga to'g'ri kelmaydi. Ko'rjir alsak, filarmoniyaga chiqamiz, belki telekommunalna chiqamiz. Bir marşrutga o'tirib, kelib, anan Jaranskiydan, Jezapniydan dag'i 12ga tushishga tur kelib o'tadi. O'shanda biz 2 marshrutka o'tirib, anan 100 ga yetib o'tamiz. Japaloqqa boruvchi avtobus sarflangan chiqimlarni oqlamayotganligi sabab to'xtatilgan. Sababi bir reys 38 chaqirimni tashkil qilib, qishloqqa borib keluvchi chiqimni ham oqlamaydi. Shu sabab qatnovlar sonini ozaytirib, uning o'rniga marshrut liniyasi ishga tushgan. Transport komissiya ушул 6 kilometr aralig'ini qisqartdi. O'shanda bugungi kunda bir qattam 12-avtobus qattami 24 kilometr tuzib optimaldi bo'lib qoldi. Qishloq yashovchilarining talabi marshrutlarning o'rniga eski bo'lsa ham avtobusni yurgazish. Agar chiqim oqlanmaydi deyilsa, yashovchilar 10 so'mdan berishga ham rozi. Sababi 112-marshrutning ayrim haydovchilari maktab o'quvchilari va nafaqaxo'rlarni olmay ketishini aytib norozi bo'lishdi. Biz dil avtomaldashtiruv variantlarini qarab o'tamiz. O'zinglar o'ylab ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsin shu ataylar endi qiynash. Mana kelajakda avtobuslarimiz da ko'payib, trolleybuslarimiz kelib o'tadi. Sekin-sekin bu kichik qatlamlardagi kichik avtobuslar sekin-sekindan azaytib yo'q bo'lish kerak. Japaloq qishlog'ining yashovchilari agar masala bir yechimini topmasa, meriyaga norozilik bildirib kelish talabi bilan ketishdi. Ta'kidlab o'tsak, Japaloq qishloq hududiy boshqarmasida 17 mingdan ortiq aholi bor. Majnun Ulug'bekqizi, Gulzada Tursunbayeva, Qimmat Abdusamatog'lu, Intimaq. Jalolobod oblastida 2 maktab yer ko'chki xavfi sababli yopildi. Uning biri shahar hududiga qarashli Qizilsuv qishlog'idagi asosiy maktab, ikkinchisi Olmalibuloqdagi o'rta maktab. Oblastda yil boshidan beri 34 yer ko'chki sodir bo'lib, umumiy 500 xavfli uchastkalar bor. Xavfli hududlarda yashagan yashovchilarning ko'pchiligi boshqa tomonga ketsa, ayrimlari uyini tashlab ketmaymiz deb ko'chishmagan. Batafsil muxbirimizning navbatdagi lavhasida. Hozirda shaharda 80 chaqirim uzoqlikdagi tog' yonbag'rida joylashgan Qizilsuv qishlog'idagi adirda yoriq paydo bo'lib, yer ko'chki xavfi yuzaga kelgan. Undan nomer 12 Sag'indiqov nomidagi 9 yillik maktab binosi xavf ostida qolgan. Shu sabab o'qitish ishlari vaqtincha to'xtatilib, 10 kundan keyin o'quvchilar xavfsiz yerdagi 2 uyda ta'lim olishni davom ettirishadi. Процесsi uzguldikka uchrash uchun qo'rquvsiz yerdan uy-bu o'shol yerga uni vaqtli o'qitib turamiz. Jalolobod oblasida yil boshidan beri ko'chkidan 3 turar joy ziyon ko'rib, ikkitasi to'liq yer ostida qolgan. Undan tashqari 100 ga yaqin xo'jalikka xavf yuzaga keldi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, yer ko'chkilarining ko'pchiligi Suzoqda, rayonda jami 13 yerda ko'chki surilib, yashovchilarni zudlik bilan ko'chirish zaruriyati paydo bo'lgan. Lekin yashovchilar hozircha ko'chib ketishga rozi bo'lishmagan. Hozirda Suzoqdagi 80 oilani majburlab ko'chirish bo'yicha sudga da'vo arizasi kelib tushgan. Unda Qiziltuv va Qizko'l qishloq hukumatlari xavfli hududdagi yashovchilarni ogohlantirishga e'tibor qaratmayotganligi yozilgan. Sud Qiziltuv qishlog'idagi 50 ga yaqin uyning 21tasi bo'yicha arizalarni qanoatlantirmadi. 8tasini esa majburlab ko'chirish qarorini chiqarib, qolgan ishlar sudda ko'rilmoqda. Ko'ch qilib chek berdi, biroq geç berilib qoldi. Yaqin arada ketamiz, xudo qalda aprelga yetib ishinde ketamiz. So'nggi vaziyat Suzoqning Qiziltuv qishlog'ida ro'yxatga olinib, Oqbuloq qishlog'idagi 2 marotaba yer ko'chki ro'yxatga olindi. 31-martga o'tgan tunda soat 12lar atrofida ro'yxatga olingan 500 metr kub yer ko'chki Aqterek va Oqbuloq avtoyo'lidagi 100 xo'jalik foydalangan. Ichki chorva yo'lni to'sib qolgan. Unda kishi hayoti va turar joylarga ziyon yetmagan. Hozirda mashinalar 9 chaqirim masofadagi aylanma yo'ldan o'tishmoqda. Oqbuloq uchastkasida tushgan yer ko'chki 7800 kub metrde tuzat. Charbaq yo'lni tozalash uchun ayla aymaq tarafından atayin bir texnika tartılıp yo'lni tozalash ishlari yurgizildi.
Jalobod oblasida 3 oy davomida 34 yer ko'chkisi va 56 qor ko'chkisi ro'yxatga olingan. Hozirda eng xavfli bo'lgan 10 dan ortiq hudud bor. Ular Suzoq, Bozorqo'rg'on, No'ken, Oqsa rayonlari va Mayliqsuv shahri. Ta'kidlab o'tsak, davlat bo'yicha yer ko'chki xavfi bor hududlar 1970-2017 yillar davomida 8 barobarga ko'paygan. Endi navbatni reklamalarga bersak, keyin dasturimizni ikkinchi qismini boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar Intimoqda xabarlar axborot dasturini tomosha qilyapsiz va uni qisqacha anonsi bilan tanishtirib o'taman. Bundan keyin Batkenda ko'z kasalliklarining murakkab turlarini ham aniqlasa bo'ladi. Buning uchun zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan yangi bo'lim ochildi. Intimaq KJ sayti yangi formatda ishlay boshlaydi. Dizaynigina o'zgartirilmay, ichki mazmuni ham o'zgargan. Толуккандуу ушул интернет айдыңында маалымат таратуучу булакка айланууга аракет кылып атабыз. Kolumbiyada daryolar sathi ko'tarilib, suv toshqini yuzaga keldi. Muhtojlar uchun bepul do'kon endi Aravonda ham bor. Rayon markazidagi masjid oldiga ochilgan xayriya do'konidan barchasini topsa bo'ladi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va maishiy jihozlar ham o'rin olgan. Muhtojlar bu yerga har kuni kelib, o'zlari uchun zarur narsalarni olib ketishsa bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalarni ta'minlash maqsadida ochilgan do'kon haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Bepul do'kon ochilishi ko'pchilik yashovchilarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Sababi uzoq qishloqlarda hozirda ham oziq-ovqat, kiyim-kechakdan qiynalgan oilalar yo'q emas. Ishsizlik muammosi bor vaqtda bepul do'kon ochilishi ular uchun oz bo'lsa ham yordam bo'ladi. Xayriya do'konida shu narsalarni oldik. Shu rahmat shu anaqalarga. Alloh rozi bo'lsin. Shu ellerge yaxshi bo'ldi mundaycha aytganda-chi. Qo'linda жоқтар алып кетті, қолында барлар алып келіп, хадия қылып беріп кетіп атады. Tashabbus Aravon rayonining yashovchisi Abrorbek Qayumov tomonidan qo'lga olinib, unda bu fikr O'zgan va Novqat rayonlarida ochilgan bepul do'konlar haqida eshitganda paydo bo'lgan. Bino uning akasi tomonidan berilib, oldinda do'konni kengaytirib, yordam berish ishlarini jonlantirishni maqsad qilmoqda. Qamag'ash, buyumlar, ro'zg'or buyumlari, ondan tashqari mana kiyim-kechaklarni ko'rak qilib, zanani ko'rak jasag'iz kelyotadi. Bu narsani ne только bu yerda, Aravonda har bir chekalarini da ochish maqsadimiz bor. Do'kon tongi soat 8 dan kechki soat 8 gacha ishlaydi. Muhtoj oilalar kerakli narsalarni asr va shom namozlarida o'rtasida olib ketishi mumkin. Qolgan vaqtlarda aholidan kerakli buyumlar qabul qilinadi. Endi batkenliklar ko'z og'risa O'sh yoki Bishkekka borib ovora bo'lishmaydi. Masalan, oblast kasalxonasida ko'z kasalliklari bo'limi ochildi. Buning uchun 3,5 million so'm sarflanib, so'nggi rusumdagi uskunalar bilan jihozlandi. Zamonaviy uskunalar yordamida murakkab operatsiyalarni amalga oshirish mumkin. Shifokorlar bilan bemorlarning quvonchiga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytgan. Qayoqlardan beri borib kelib yurdik. Abdug'appar Qabulov 10 yildan beri ko'z kasalligidan jabrlanadi. Respublika kasalxonasiga murojaat qilganda ko'zidagi oq yetilmaganligi tufayli operatsiya qilinmagan. Biroq vaqt o'tib moddiy yetishmovchilik sababli belgilangan davolanishlarga bora olmayapti. Xususiy kasalxonalarda operatsiya qimmat bo'lganligi tufayli davolanish jildirilib kelgan. Endi Batkenda ko'z kasalliklari bo'limi ochilib, kasallikdan xalos bo'ldi. Respublikaning ichiga kirsam, olib pishilar ekan deb nima qilgan, chasniga borsam 60 ming operatsiya qilaman dedi. Naqshag'an joydan qaytib kelaverganman o'shan. Hozir nimaga kelgan, Batkenga mana ko'z o'rin nimasi apparatlari kelib tekshirib nima qilsak, mana bir juma bo'ldi, operatsiyadan yaxshi chiqdim men. Yangi ishga tushgan bo'lim ko'z kasalliklarining barcha turlarini davolaydi. Ochilganiga 6 kun bo'lganiga qaramay 30 dan ortiq jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Yana navbatda turganlar ham bor. Ularning ko'pchiligi ko'zning qon bosimi ortishi bilan jabrlanishgan. Glaukomaning og'ir turi ham operatsiya qilinib, davolanishga barcha sharoitlar yaratildi. Ellerin sani kunni 30 dan 60 gacha bo'lib atadi. Priyomimiz murun degan 10 ga jetpechü. Hozir ham shu 30 dan 60 ga aşqandan keyin ko'z o'rular o'ta ko'p ekanini biz o'zimiz tan qolib atamiz. Qanchalik odamlarning ko'ygoyi cho'ng ekan. Globalda o'ru bo'lgan glaukoma o'rusi bor, ko'zning davleniyasi ko'tarilgan. Al degan ko'zning ko'r bo'lusuna
Eng көйгөйлүү маселе ошо глаукома болуп эсептелет. Ошол оору Баткен областында өтө эле көп экен. Ko'z kasalliklari bo'limida Shvetsariyadan so'nggi rusumdagi apparatlar olib kelingan. Buning uchun 3,5 million so'm sarflandi. Kerakli mablag'ni Sog'liqni saqlash ministrligi bilan Qizil Yarimoy jamiyati birgalikda ajratgan. Endi buning yordamida murakkab operatsiyalar ham amalga oshiriladi. Bu jarayonga Bishkekdan tajribali shifokorlar ham kelib ishtirok etishadi. 6-демалыш күндөрдө келип жардам берип операция жагына катышып турам операцияга. Анан ошол тиги оорулардын оорулар болот көздө да. Ошолордун дарттанганына жардам берем. Ko'z kasalliklari bo'limi 8 o'ringa moslashtirilgan. Hozir bemorlarning ko'pligi sababli 32 tasi yotib davolanmoqda. Bu vaqtgacha ko'z kasalliklarini kasalxonada birgina shifokor davolasa, hozir bu bo'lim tashkil qilinishi natijasida ularning soni 3 nafarga yetdi. Ularga Bishkekdan oftalmolog mutaxassisi kelib, uskunalarni ishlashini o'rgatmoqda. Intimaq Media Group ma'lumot tarqatishda yana bir pog'onaga ko'tarildi. Bugundan boshlab kompaniyaning Intimaq KJ sayti yangilangan formatda ishlay boshladi. Uning tashqi ko'rinishigina emas, mazmuni ham o'zgarib, multimedia formatga o'tdi. Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. Yangiliklar, multimedialar, long read, infografika, test, mikrovideo, fotogalereya. Bularning barchasi intimaq.kg saytidan o'rin olgan. Mazkur sayt bugundan boshlab yangi formatda ish boshladi. Буга чейин да ынтымак биздин телеканалдын күзгүсү катары кызмат кылып, анан өз алдынча маалымат таратууга аракет кылып келсе, бүгүндөн тарта биз толук кандуу ушул интернет айдыңында маалымат таратуучу булакка айланууга аракет кылып атабыз. Intimaq.kg sayti ochilgandan beri ma'lumotlar qirg'iz, rus va o'zbek tillarida e'lon qilinadi. Lekin ko'pchiligi qirg'iz tilida bo'lib, kompaniya rus va o'zbek tiliga ham talab yuqori ekanligi bo'yicha takliflar tushgan. Hozirda bunga ham e'tibor qaratilib, ma'lumotlar 3 tilda e'lon qilina boshladi. Hayot hikoyalari deb nomlangan bir rubrikamiz. Bu oddiy insonlarni, har qanday insonni bir hayoti haqida hikoya qilib boramiz. Odam-odamga qiziq deydi. Biz doimo bunga qiziqamiz. Muhojirlar haqida, migrantlar haqida yangi loyihalar ishlashga harakat qilyapmiz va boshladik bu loyihalarni. Intimaq.kg sayti endilikda ma'lumot beruvchi tezkor sayt emas, undagi ma'lumotlarni shoshilmay, to'laqonli ikki tomonlama yorituvchi saytga aylanadi. Ko'lamliroq ma'lumotlarni berib, to'liq ma'lumot berib, undan biz jana vaqt tartibidan qo'llashmaymiz-da buncha. Eng birinchi berishimiz kerak degan bizda maqsad yo'q, bizda saboqli ma'lumot yozish kerak. Intimaq.kg ijtimoiy tarmoqlar yordamida ham ma'lumotlarni yetkazishni jonlantiradi. Facebook, Odnoklassnik, Twitter va Instagramdagi sahifada foydalanuvchilarni ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Дагы бир багыт катары бул азыр аябай популярдуу болуп аткан социалдык тармактарга чыгып атабыз. Ал жакта окурмандардын, колдонуучулардын убакыты аябай аз, ошон үчүн алардын убактысына ыңгайлашып, биз кыска видеолорду, жаңылыктарды ошол кыска видео аркылуу чыгарганга аракет кылып атабыз. Intimaq Media kompaniyasi 2012-yilda ochilib, bugungi kunda 5 platformada ish olib bormoqda. Avval radio efirga uzatilib, o'sha yilda telekanal ham ish boshlagan. 2014-yilning noyabr oyida Biz degan nom bilan gazeta qirg'iz va o'zbek tillarida chop etilgan. 2016-yilning iyul oyida kompaniya bazasida media maktab ish boshladi. O'lkaning janubiy hududida merganlar orasida nishonga otish bo'yicha tanlov uyushtirildi. Tadbir bu vaqt lagerdagidan farq qilib, bir vaqtning o'zida 2 buyumni otib tushirish kerak. Bu bilan bir qarashda ko'plagan yovvoyi hayvonlarni yo'q qilishga tayyorgarlik ortadi. O'sh, Batken merganlar va baliqchilar tanlovi to'g'risida navbatdagi lavhada tanishasiz. Merganlik mavsumi yanvar oyida yakunlanib, hozir bu kasb egalari ishsiz. Shu sababli Novqat rayon merganchilar va baliqchilar jamiyati nishonga otish bo'yicha tanlov uyushtirdi. Bu bilan mutaxassislar miltiqdan foydalanishni unutmay mashq qilib turishadi. Unga janubdagi 3 oblastdan 33 jamoa yig'ildi. Har bir jamoa tarkibida 3 nafardan merganchi bor. Sezon jolganda kim охотниктер ne qilishadi-da, shu mana tarakatib turamiz. Sezondan sezonda охота qilishadi. Sezon jaqim bo'ldi, mintib Batken o'tkazadi deganda, O'sh, Jonlobod. Musobaqa sharti avvalgilardan o'zgacha bo'lib, har bir ishtirokchi bir vaqtning o'zida uchirilgan buyumni otib tushirish kerak. Agar unga o'q tegsa 10 ball, ikkisini ham otib tushirsa 20 ball berildi. Bu shart asosida 2-3 jonivorni otib tushirishga merganlarning imkoni ortadi.
Көпчүлүгү көрүп атасыңар өзүңөр дагы дуплет тийгизе албай атат. Биринчи элин эле болуп атат. Азыр 50 адам атып койду. 50 адамдын ичинде болгону бир экөө эле гана тийгизди дуплет. Калгандары бирден эле тийгизип атат да. Bunday musobaqalar natijasida janubiy hudud bo'yicha merganlarning soni ortmoqda. Sababi bu tarmoqqa yangi kelganlar ko'p yillar davomida ishlagan mutaxassislar bilan tajriba almashishadi. Masalan, Arzibek Omirzaqov merganlik ishini boshlaganiga 1 oy bo'ldi. Biroq shunga qaramay nishonga otish bo'yicha o'zini sinab ko'rish uchun kelgan. Endi qanday desek, o'zing harakating bo'lsa o'rganadi ekansan da. Yaxshi, men qiziqib shu oqsoqollarga qo'shilib birinchi jolu shunday cho'ng turnirlarga qatnashib o'taman. Xudo buyursa dag'in bundan ari ko'ramiz, yaxshi bo'lib ketishga harakat qilamiz. Ta'kidlab o'tsak, nishonga otish bo'yicha musobaqalarga merganlik bo'yicha guvohnomasi borlargina ishtirok eta oladi. Bu safargi musobaqada birinchi o'rinlarni noqatliklar bilan Oloy rayonining jamoalari egallashdi. Ularga pul mukofotlari va kuboklar topshirildi. Bunday tadbir O'sh Batken merganlar jamiyatida 2010-yildan beri uyushtirib kelinadi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Kolumbiyaning janubiy g'arb tomonida kuchli yomg'ir suv toshqiniga sabab bo'lib, natijada yuzaga kelgan yer ko'chkisida 254 kishi halok bo'ldi. Davlat rahbari Juan Manuel Santos halok bo'lganlar orasida 40 dan ortig'i yosh bolalar ekanligini bildirdi. O'tgan dam olish kunlari prezident voqea bo'lgan Makao munisipalitetiga kelib, yashovchilar bilan uchrashdi. U o'z so'zida Makaoda bugundan boshlab ta'mirlash ishlari boshlanadi. Buzilgan uylarni ta'mirlashni o'zim nazorat qilaman deb ta'kidladi. Kolumbiyada suv toshqini oqibatida bedarak yo'qolgan shaxslarni qidiruv ishlari davom etmoqda. Tabiiy ofatdan halok bo'lganlarning soni 254 ga yetdi. Undan tashqari 200 ga yaqin jarohat olib, 500 dan ortiq yashovchilar xavfsiz joylarga ko'chirildi. Eslatib o'tsak, 1 aprelga o'tgan kechasi kuchli yomg'ir natijasida bir nechta daryolar o'z sathidan chiqib, suv toshqini yuzaga keldi. Tabiiy ofatdan Makao va Villagarson shaharlari ko'p jabrlandi. Kuchli kelgan suv oqimi yer ko'chkilariga sabab bo'lib, tun ichida aholini suv qoplab ketgan. Hozirda halok bo'lganlarning soni ortishi mumkin deb aytishmoqda. Азыр сел агызып келген көчкү алдында калган кишилерди издөө уланып жатат. Каза болгондордун денелерин табуу үчүн мэрия кызматкерлеринен тарта жай тургундарга чейин тартылды. Жакындарын жоготкон тургундарга колдоо көрсөтөбүз. Дайынсыз делген кишилердин баарын табылмайынча бизде эс алуу болбойт. Учурда куткаруучуларга өрт өчүрүү кызматы жана жергиликтүү жашоочулар жардам берип жатат. Hukumat mazkur hodisadan keyin halok bo'lganlarning oilasiga $6,5 ming moliyaviy yordam berishni va jarohat olganlarning davolanishi uchun sarflanuvchi pul miqdorini berishni va'da qildi. Жоготкон жакындарыбызды кайра кайтаруу мүмкүн эмес. Өтө өкүнүчтүү, бирок жашоо улана берет. Биз аны жакшы нукка бурушубуз керек. Жардамга муктаж болгон тургундарга колдон келишинче көмөк көрсөтөбүз деп айтаар элем. O'tgan dam olish kunlari Ekvadorda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidan keyin noroziliklar yuzaga keldi. Sobiq vitse-prezident Lenin Morenoning g'olib bo'lishi konservator Guillermo Lassoning tarafdorlariga ma'qul kelmadi. Ma'lumotga ko'ra, Lenin saylovchilarning 51% ga ega bo'lib, raqibi Lasso 49 ovoz olgan. Ta'kidlab o'tsak, bu vaqtgacha jamoatchilik orasidagi savol-javobda ko'pchilik Lassoni qo'llab, uni g'olib bo'lishini aytilayotgan edi. Biroq so'nggi daqiqalarda ko'rsatkich keskin o'zgardi. Bunday ko'rinish Lassoning tarafdorlarini Leninga qarshi norozi bo'lishiga olib keldi. Biroq saylovning yakuniy xulosasi saylov komissiyasi tomonidan rasmiy e'lon qilinmadi. Kubaga yonilg'i modda eksport qilgan Venesuela benzin tanqisligiga uchradi. Shu sababli Kubada yuqori narxli yonilg'i moddalariga nisbatan cheklovlar kiritildi. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, ayrim yonilg'i quyish shoxobchalarida yonilg'i moddalari qolmagan. Kubada kuyuvchi moy tanqisligi boshlandi. Hukumatdan rasmiy tarzda tasdiqlanmasa ham, aholi moy kuyuvchi joylarda cheklovlar qo'yilganini aytishmoqda. Bunga Venesuela davlatda kuyuvchi moyning tanqisligi oqibatida Kubaga yuqori sifatdagi benzin kelmay qolgani sabab bo'lgan. Bugungi kunda Gavananing ayrim yoqilg'i quyuvchi joylarida umuman benzin qolmagan. Эртең биздин таксопарктын унаалары үчүн акыркы күн күйүүчү май түгөнүптүр деп жатышат. Жаңы үлгүдөгү унаалары бар такси кызматкерлери жогорку октандуу бензиндин жок болуп жатканда тынчсызданып жатышат. Себеби башка күйүүчү майлар автоунаанын бузулуусуна алып келиши мүмкүн.
Kubaliklarning ko'pchiligi Sovet davridagi va amerikalik eski rusumdagi avtomashinalarda yurishadi. Ular oddiy kuyuvchi moyni ham foydalana olishadi. Yangi rusumdagi zamonaviy avtomashinalarning aksariyat qismi taksoparklarda, davlat ishxonalarida xizmat ko'rsatadi. Kuba davlati yuqori sifatdagi neftni ishlab chiqara olmaganligi uchun qo'shni davlat Venesueladan olib kelinar edi. Ammo bugungi kunda Venesuelada hali hamon yoqilg'i moyining yetishmovchiligi yuzaga kelib, chet davlatlarga eksport qisqargan. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Futzal bo'yicha O'sh shahridan va O'sh oblasidan Superkubok uchun musobaqa o'tkazildi. Qoidaga ko'ra shahar chempionatining Oliy ligasida birinchi o'rinni olgan jamoa bilan birinchi ligada g'olib bo'lgani kuch sinashdi. Uchrashuv yoshlar va o'smirlar sport maktabining zalida o'tdi. Birinchi marta uyushtirilgan Superkubok uchun uchrashuvda kim g'olib bo'ldi? Navbatdagi lavhada ko'rasiz. 1 aprel kuni kichik futbol bo'yicha 11 shahar chempionati tashkilotchilari tomonidan 2 g'olib komandaga Superkubok o'yini o'tkazildi. Eslatib o'tsak, joriy yilgi shahar chempionatida Oliy ligada Intimaq Media Group 1-ligada birlashgan jamoasi g'olib bo'lgan edi. Intimaq bilan birlashgan o'yinchilari maydonga tushib, Oliy ligada to'p surgan Intimaq futbolchilari birinchi bo'lib hisobni ochdi. Bu goldan ko'p o'tmay Intimaq o'yinchilarining hujumchilaridan biri 7-raqamdagi o'yinchisi yana bir gol kiritib hisobni 2-0 ga yetkazdi. Biroq 2 to'p kiritganiga qaramasdan Oliy liga bilan bellashayotgan birlashgan 2 to'p bilan javob berib, birinchi bo'limda hisobni tenglab oldi. Tanaffusdan keyin Intimaq o'z o'yinini o'zgartirib, Oliy liganing g'olibi ekanligini yana bir marta isbotlab, birlashgan darvozasiga ketma-ket to'p kirita boshladi. Hisobni 8-2 ga yetkazgan Intimaq jamoasi uchrashuv oxirida biroz sustlashganidanmi, birlashgan jamoasi 2 to'p kiritdi. Shunday qilib, uchrashuv 8-4 hisobda Intimaq jamoasining foydasiga hal bo'ldi. Birinchi ligani emchi kelayotgan komandada bu birinchi ligachi. O'shandan keyin chempionlarni qutlaqlayman. Superkubokni olishda cho'ng kubok ekan, ayoy yaxshi bo'ldi. Birinchi bo'lib uyushtirilayotgan Superkubokni qo'lga kiritgan Intimaq jamoasiga tashkilotchilar tomonidan kubok topshirilib, futzal bo'yicha 2017-yildagi chempionat yakunlandi. O'ng'ay men finalga chiqqan emas, bu seriozli soperliklardan biri hisoblanadi. Aytib o'tsak, pressing qatorli o'yinni boshlaganmiz. Qo'ygan maqsadlarimiz, komandaga qo'ygan maqsadlarimiz buyursa ballar 100% ga aqtadi deb o'ylayman. Ta'kidlab o'tsak, final uchrashuvini tomosha qilish pulli bo'lib, tushgan mablag' xayriya ishlariga sarflanadi. Bugungi o'yinda 7000 so'mga yaqin mablag' yig'ilib, u bolalar uyiga topshiriladigan bo'ldi. Kubokdan boshlanib, bugungi to'plangan aqcha 50 so'mdan direktor, sport zal direktori даже berdi. Men de berdim. Qolishlar o'yinchilar ko'rdingizlar, komissiya ko'rdi. Biz baldarni uyiga podдержка berib turamiz. Ta'kidlab o'tsak, shahar chempionati va Superkubokda g'olib bo'lgan Intimaq Media Group jamoasi Qirg'iziston Super ligasida o'ynash imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bugun Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osida o'tsin, xayr-omon bo'ling.